Dunyodagi 4 eng milliarder qirollar haqida bilarmidingiz? Videoda dunyodagi 4 ta eng milliarder qirollar haqida gaplashamiz. Birinchisi, King Maha Vajiralongkorn. Tailandning qiroli, taxminiy net worth 43 milliard dollar. Qirol butun Bangkok markazidagi minglab binolarga shaxsan egalik qiladi. Ikkinchisi, Sultan Hasan al Bolkiya, Bruney davlatining qiroli, taxminiy boyligi 50 milliard dollar. Uning saroyi 1700 xonali, dunyodagi eng katta Royal Palace hisoblanadi. Uchinchisi, King Salman bin Abdulaziz, Saudiya Arabiya. Qirollik oilasi dunyodagi eng qimmat private jetslardan boshlanadi. Taxminiy net worth 20 milliard dollar. Bu ma'lumotlar faqat dunyo bilgan taxminlar. Haqiqiy boylik trillionlab dollarlarga yetishi mumkin. Dunyoda yana qaysi eng milliarder qirollarni bilasiz? Izohlarda qoldiring.